Bugun mana shunaqa sviter birgalikda to'qiymiz xohlovchilarga. Mana yumshoqqina lop yarim ipimizdan to'qildi bu. Xohlovchilarga mana shunaqa puloverlar, master-klasslarimiz ham bor. Xohlasanglar kelinglar. Biz bugun mana shu lop yarimdan boshlaymiz to'qishni. Buning uchun mana bunaqa petlalar olamiz. Petlarni bir-biriga kirgizib, kerakli razmer olamiz. Buni olib bo'lganimizdan keyin har biridan bittadan petlar yoniga olib chiqamiz. Buni oxirigacha olib chiqib bo'lganimizdan keyin buni ikkita o'ngga, ikkita teskari qilamiz petlarni. Buning uchun o'zini o'ziga kirgizamiz. O'nggi chok uchun ikkita va teskari chok. Bitta matogimizdan shuncha chiqdi. Endi keyingisini boshlaymiz. Mana ochuvimiz bor, petlarimiz. Buni ochamiz. Buni ham bittasini yechib tashlaymiz. Ketdik. Mana bizning detalimiz tayyor bo'ldi. Bir-biriga ulab oldik, yoqalarini chiqarib oldik. Qo'ymalarini mana qo'lini uladik, yengini. Ikkinchi yengini boshlaymiz. Yengi ham ikkiga ikki rezinka bo'lyapti.